qurralay, ko'zi qurralay. Mana beraman seni qarzingni. Voy, zo'r joylarga olib keldingiz, hayotim. Kutib men seni yomon joyga olib kelmayman-ku, hayotim. O, bitta kelcha, ikkita zapolcha. Kuni bilan mana 200 mingga kirib o'laman-da ishlab. Hozir boraman da shantaj qilib 5 million pulni olaman. Boyga bola orarmidi? Voy, Heaven's Garden chet eldan farqi yo'q ekan-a. Havosini top-toza, musaffoligini. To'g'ri, havosi toza, lekin seni qalbingchalik musaffo emas. Men bu tilla o'zigam senga. O'lib ket bu kuningda uyda mushtibargina ayoling turibdi. Qayerdagi ayollarga tilla o'zi so'q. Bekarga kelmas ekansan-da, sen mana shunaqa qilib to'kib jeygan chachinda. Chachmay turib 5 million emas, 7 million undiraman. Voy, bassenlari ham bor ekan, cho'milamizmi? Sen cho'milaver. Men seni muhabbatingga cho'milganim yetadi. Uyda xotinni otini ham aytmaydi, deb chaqiradi, menga buncha ayollarga shoira beqaror bo'lib qoladi. Yer ko'tarib yuribdi ham senicha Franklin kallalardi. O'la. Tog'yon bag'rida mazali ovqatlar yeb, mazza qilib dam oladigan joy ekan-a. Kaneshna, sen bundan ham zo'rlariga loyiqsan. Heaven's Garden'da hozir hamma xonalariga 40% gacha chegirma bo'layotgan ekan. Voy, seni chegirma bo'lmasa ham olib kelaman. Muttaham uyingdagi mushtibar ayolingga bitta shallanga ko'ylagi ham bermaysan, lekin buncha ayollarni zo'r joylarga chegirma bo'lmasa ham olib kelaverasan. Hozir yo'raman. Yoshlar, beboshlar, uyat emasmi? Ko'ppa kunduz kuni begona ayolni olib kelib qo'lma-qo'l o'sha hiringlashib, muhabbating ko'zlariga cho'mildim, bu bo'ki o'ldim, seni sevgingga deb. Bo'ldi, murosaga kelmoqchi emassiz, hozir yangacha mana videochilar dokazatlar jo'natsam, yonasiz aytib qo'y, bo'ldi. 7 million meni gap oramizda qoladi. Tushunaman, erkakchilikda bo'ladi. Tez, nalishli bo'lsin. Bu kallangizga o'xshagan Franklindan bering, tez. Aytib. Mana kalkallar hamma pulni chittachaga ishlatib qo'ydimi deyman. Bo'lmasa sizning yeringizga aytaman. 3 million mering xatiyab hammasini o'chiraman, bo'ldi. Yopiqli qozon yopiqligicha qoladi. Bemalol ayting. Qanaqasiga nima qo'rqmayapti bular? Adajon, oyijon. Hali sizlar er xotinmisizlar? Ha, bu kishi erim bo'ladi. Ha, ko'z ochib ko'rgan xotinim bo'ladi. Qanaqasiga? Kinolarda, kliplarda buncha joylarga hech er xotin kelinmasdi-ku. Bunaqa zo'r joyga oilaviy kelamizda. Bo'ldi, uzr bo'lmasa. Biznes bankrot bo'ldi. Yaxshi o'tiringizlar, charchamangizlar. Qancha odam bo'lib qoldik. Ayollarimizga yomon gapiraverganimizda kimdir xotiniga yaxshi gapirsa, xotin emas, o'ynash deb o'ylaydigan bo'lib qolibmiz. Yegana oshing zaharmidi? Topsang ushaq gavharmidi? Sovchilikka keluvdik. Ketavergan yigitligimni bilaydim-ku, lekin qizlar uyimgacha sovchi jo'natadi deb o'ylamagan ekanman. Aka, o'tib ketay. Qayerga o'tasan? Mana bu yalog'im, jalashmagan jamoada yiqib, elovni qarasin. Barqimlab jo'b tasha. Chayni o'zim olib kiraman. Aka! Xush keldingizmi, qotaqaylar? Xullas, qiziz Shalolani qo'lini so'rab keluvdik. Menga sovchi keldimi desam, bu jalmozdan Shalolani so'rab ketdi-ku. Qo'li tugul tirnoqni ham bermaymiz. O'g'limizni qizingizda ko'ngli bor ekan. Qizingiz ham o'g'lim alishni yaxshi ko'rar ekan. Uyquni yaxshi ko'radi, shokoladni yaxshi ko'radi, borana kistondan pul o'g'irlashni ham yaxshi ko'radi. Lekin alishni yaxshi ko'rmaydi. Og'zingni uchi. Qizingiz to'ydan keyin sahar 5 da turib, ko'chalarni sipiradi. Nima? Singlimiz kasal bo'lib qolmasin, o'zimiz yaxtay suvni chaynab berib o'tiramiz. Sizlar ko'chalarni supurish kerakmi? Yana nima qilish kerak? Xirmon kirlarni qo'lda yuvish kerak. 8 xil ovqat qilishni bilish kerak. Ko'rgaklar yerimiz bor, agarda ham polni qilish kerak. Sizlarga kelinmas cho'ri kerak ekan-da. Singlimni tushimda kavagida saqlaganim uchun 20 yilda bir tushimda pulomma qildirmayman. Kasal bo'lganda doktorga borib ukol olish kerak bo'lsa, joni og'rimasin deb borib ukolni doktorga qilib kelamiz. Mana masalan kirmoshda yursa bo'lmaymi? 21 asr hozir. Qo'lda yursa toza bo'ladi-da. Ha, yo'q-ey. Endi managa kelib baring. Qo'lim og'rib ketdi. Qanday bo'lar ekan? Qo'lda yursa toza bo'ladi-da. Davay, zing'illatim. Shirin chiqibdi. Tuzi kam-ku. Normal ovqat qilsangiz bo'lmaymi? Abi kelin degan 48 xil ovqat qilishni bilish kerak. Aka, qorong'i bo'lib ketdi, bo'ldimi? 4 gektar agarni bir kishi bajarishni o'zi bo'laman. Ertalabgacha ishlaysan. Aka, daraxtlarda ham uxlab bersin. Kakiras, keyin daraxtlarda uxlaysan. Qalay bo'lar ekan? Pichoqni avval o'zing ur, og'rimasa keyin birovga ur. O'zi arximaydi, kelinlardan talab qiladi. Senlarni kuchli xizmatini qilsin deb singlimizni katta qilib qo'yganimiz yo'q. Aka, men shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Bo'lmasam-chi, bitta narsani esingdan chiqarma. Ota bilan akaning eng nozik joyi bu singil bo'ladi. Singiljonim, xavotir olma. Akang tirik ekan, seni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Oppoq ko'ngil oqushginam, yuzi nurli quyoshginam.